Dövtret. Bu daraxtning nomi dövtret ekan. Dövtret degani kaptar degani, kaptar daraxt. Nasıl gullabdi bu daraxt hozir. Gullar rosa ajoyib ekan. Bu kabutar daraxtini ikkinchi nomi ham bor ekan. Shvedcha nestuk. O'zbekchasiga dastro'mol, ya'ni ro'molcha degani. Yozuvdan ham ko'rishingiz mumkin. Bu daraxt boshqa davlatdan keltirilgan ekan. Yozuvda ekilgan vaqtlari ham bor. Xullas, gullari juda chiroyli. Bir qarasangiz oq kabutarga o'xshaydi. Bir qarasangiz nafis dastro'molga o'xshab ketadi. Shuning uchun ham shunaqa nomlashgan ekan. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Shvetsiyada hozir bahor faslining ayni o'rtasi. Yoz esa bu yerda iyul oyining o'rtalaridan boshlanadi.